Assalomu alaykum hammaga, treyderlar. Xo'p, bitta mavzu bo'lyapti. Bitta treyder haqida. Ismlari Shohista treyder. Mani obunachim bor ekan ichida, ya'ni unda o'qigan, o'qishim kursida. Lekin men treyderni tanimayman shaxsiy. Kursni olmaganman, qanaqa ishlaydi bilmayman. Yana eshitdimki, boshqa o'quvchilar ham bor, norozi kursidan. Menga so'rashdiki, shu otsenka qilib bering, baholab bering. O'tilgan darslarimni. O'shanga hozir bugun ko'rib chiqdim. Endi umumiy taassurot qanaqa? Balki darslarga yaxshi tayyorgarlik ko'rmagandir, ya'ni o'qitish darsiga, balki boshqa odam tayyorlab bergandir. Xatolar ko'p va kamchiliklar juda ham ko'p. Va ayrim joylarini aytib o'taman. Misol uchun men birinchi menga tushgan darsi, ko'rgan darsim. Yuboraman hozir sizlarga. Tak. Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Fibonacci instrumenti bilan Birinchisi Fibonacci instrumenti, ya'ni buni qisqa darslik. Juda ham kam birinchidan va ikkinchidan bu Fibonacci instrumenti faqat buni o'zidan foyda qila olmaysiz. Va u kishim tushuntirgan Fibonacci umuman noto'g'ri. Ya'ni men boshqacha ishlataman instrumentni. Men hozir tortishmoqchi emasman, sizniki noto'g'ri, meniki noto'g'ri. Men to'g'ri, nima deydi, o'zim uchun to'g'ri deb bilaman. O'zim ishlatayotgan usulda. Ya'ni bu kursda lekin men o'rgangan, men ishlatadigan Fibonacci emas, umuman boshqa narsa tushuntirilgan. Balki u kishimiz strategiyasidir, ya'ni shaxsiy strategiya qilgandir. Bilmayman qayerdan olgan, первый источникda, ya'ni kimdan o'rgangan. Lekin men unga qo'shilmayman. Buni ko'rib chiqdim Fibonacci'da, lekin noto'g'ri. Xo'p, keyingisi. Xo'p, keyingisi bizda tak, indikatorlar. Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz indikatorlar bilan ishlash bo'ladi. Ya'ni Indikatorlar masalasi. Men 2008-yildan beri savdo qilib kelaman. Indikatorlar hech qaysi ishlamaydi. Qaysi ma'noda ishlamaydi? Siz ruchnoy trading qilmoqchisiz, ya'ni qo'l bilan savdo qilmoqchisiz, texnik analiz qilyapsiz-da, indikator qo'llayapsiz. Bu noto'g'ri podxod. Bo'lishi mumkin, algo tradingda yordam berishi mumkin, lekin yordam berishi mumkin deyapman, ya'ni sizga pul olib keladiganim yo'q. Qanaqadir joyda analiz qilib yoki ma'lumot to'plagani kerak bo'lishi mumkin-da. Ko'proq shunda ishlatiladi algo tradingda, lekin ruchnoy tradingda men bilmadim. Men o'qiganman, mana hammasini ko'rib chiqqanman, bilaman qanaqa qilib yoqadimi indikatorlarni o'rnatadi. No, ishlab bo'lmaydi. Hech qaysi indikatorda bozorda ishlab bo'lmaydi. Sizga pul olib kelmaydi. Xo'p, yana buni o'zbekchasiga aytadigan bo'lsak, tak. hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan support and resistance SNR strategiya. SNR da ko'p eshitdim oxirgi 2-3 yilda SNR, SMC, SC bir balolar, bilmadim. Bu oddiy klassikani yangicha nomlanishi yoki uzr, men bilmayman qayerdan keladi bu nomlar. Oddiy klassika. Ya'ni O'zbekistonga ko'proq ma'lumot, ko'proq Rossiyadan yoki rus nima deydi, nima desa bo'ladi? Literaturasidan keladi. Ruscha ma'lumotlar, ko'p ruscha ma'lumotlar. Bu kishining o'zida ham darslarda ruscha ishlatilgan, seshno analiz deyiladi. Juda ko'p ishlatilgan. Endi SNRlar balki chet eldan kelgandir, okey, lekin ichini ochib qarasak, tagida oddiy shu oddiy уровень, поддержки, сопротивлениялар. Xo'p, bu ham yaxshi, lekin juda kam уровень поддержкиlar, bu juda ham kam o'rgatganlar. Men ko'rib chiqdim, ya'ni to'liq emas. Men qo'shgan bo'lardim yoki darabotka qilgan bo'lardim bu narsani. Ya'ni boshqa nima deydi, patternlar bor, seshno analizi bor. Seshno analiz, doji, harami bir narsa deyapti. Bu birinchi yilda, men 2008-yilda kirganman, bular ko'rganman, o'rganganman. Bulardan ham pul qilib bo'lmaydi. Ya'ni qaysi ishlab bo'lmaydi bu narsada. Savdo qila olmaysiz, pul kelmaydi. Mana shu narsalar o'rgatilgan. Endi norozi bo'lishyapti ekan, ya'ni yoqmayapti ekan, otsenka qilib bering deydi. Meni umumiy otsenkam sifatsiz kurs. Yana bitta narsa men ko'rmadim yoki balki menga jo'natishmagandir. Ya'ni shu o'rganganda ham bilimlarni yoki kursda real bozorda ko'rsatish, ya'ni real vaqtda real bozorda ko'rsatish. Ya'ni mana shunaqangi ishlayman, mana men foyda qilyapman. To'g'ri, qisqa muddatda bo'lmaydi. Bir hafta, 2 hafta ko'ra olmaysiz, balki 1 oy, balki 2 oy ketar. Lekin birorta mavzu 4 dan 5 ta nechta turgan mavzu bo'lsa ham, birortasini real vaqtda ko'rsatish kerak. Mana shunaqangi ishlaydi deb va buni bir marta emas,
ko'proq ko'rsatish kerak. Ya'ni sistema bo'lishi kerak, sistematik ravishda ko'rsatib kelish kerak ishlayotganini. Bu tomon menga qorong'u. Bu narsa qilinganmi, yo'qmi? Lekin kurslarda men ko'ryapmanki, bu sifatsiz kurs. Ya'ni dars o'tayotgan treyderni darajasi emas bu. Ya'ni birovga dars o'tayotgan treyder darajasi emas. Va hozir umuman instrumentlar chiqib ketgan har xil, ya'ni forex tradingda treyderga baho berish imkoniyati juda ham ko'p kurslar emas. Publichniy portfellar bor, copy trading borda baho bera olasiz u treyder yoki statistikasi bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda hamma darslarda birorta ham statistika haqida gap yo'q. Risk menejmentga ozgina gapirilgan, lekin qanaqa hisoblash kerak? Stop loss qanday qo'yiladi? Take profit qanday qo'yiladi? Lotlar qanaqa hisoblanadi? Bu narsa haqida gaplar yo'q. Lotlar haqida gap bor, depozitga nisbatan lot bunaqa hisoblanmaydi. Riskga nisbatan hisoblanadi. Gaplarda jon bor, depozitga hisoblanadi, lekin qaysi ma'noda algo trading bo'lsa, lekin unda ham qanday chegaralar qo'yiladi baribir. Agar algo trading siz robotingiz bo'lsa yoki robot razработка qilgan bo'lsangiz, unda lotlar bilan gaplashsak bo'ladi. Lekin ruchnoy trading, ya'ni texnik analiz qilib ishlatilyapti. Risk menejment chuqur tushuntirilmagan, money management yo'q. Statistika bo'yicha ishlash hech narsa yo'q. Ma'lumotlar berilmagan. Ya'ni bu bilan bu bilimsiz tradingda ruschalab aytganda делать нечего. Siz tradingda hech narsa qila olmaysiz. Bu katta ish, katta mas'uliyat. Va umumiy oxir aytaman, bu kurslar hammasi sifatsiz. Men bilmayman bunaqa qilib qanaqa qilib bozorda pul topadi yoki targoya qiladi. Mening shubham bor. Trader tanimayman, balki yaxshi savdo qilar. Agar qarshi bo'lsalar, fikrlarimga men ochiqman, bemalol suhbatga chaqirsinlar yoki efir qilamizmi yoki audiomi, Telegramdan bilmadim, bemalol gaplashib. Agar men xato qilgan bo'lsam, okey, ko'rib chiqishimiz mumkin. Men kutaman. Agar shunaqa pretenziyalar bo'lsa agar, men 2008-yildan savdo qilaman. Juda ko'p treyderni bilaman, qanaqa ishlayotganini. Juda ko'p treyderni bilaman. Shunaqa shunga o'xshash kurslar qilayotganini. Men hozir yomon demoqchi emasman. Bu sifatsiz kurs, ancha sifatsiz. Ishqilib, mana shunaqangi fikrlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.